eng chiroylilaridan biri. Семейный мощный crossover. Dizayni haligacha ko'zga tashlaydigan. Bugun sotuvimizda BMW X6 F16 kuzovda 2015-yil probeg atiga 91 ming kilometr. Benzinli 3 turboli dvigatel, расходы taxmini 13 dan 14 litr overvuringlar. Именно как семейный ham ishlatsanglar bo'ladi va albatta как дерзкий молодежный yoshlar uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Bilasizlar, oila uchun birinchi o'rinda bagaj juda ham muhim. Bu yerda esa bagajimiz juda ham keng. Ikkinchi darajada семья uchun, oila uchun обязательно salon turadi. Salonimiz esa bezrazdельный turibdi. Mana 3 kishi bemalol o'tiradigan qilib, mana bu bar ko'tariladi, bo'ldi. Orqada отдельный воздухоотводи bor, joy ancha yetarli. Birinchi qatorimiz esa birinchi o'rinda состояниеga ahamiyat beringlar. O'zini родной 90 ming kilometr yurganini albatta funksionalli ham ko'rish kerak. Misol uchun hamma sideniyada обогревlari bor, lyukimiz mavjud, podogrev ruli ham bor, optitronный цифровой табло, фото штатный displey, полный multimediani, 360 kamerani, a также mashinani rastroykalarini mana bu orqali boshqarsanglar bo'ladi. Endi eng muhim informatsiyaga sizlar bilan yetib keldik. Narxiga keladigan bo'lsa, 39900 ga olishinglar mumkin. Kraskasi absolyutniy top toza.